Harvikash Abdurahmon Aziz o'g'li. Ikkinchi bo'lak birinchi qism. Ko'ktot bozoriga kiradigan do'qmishning eg'izida turgan Hashimoxon Atiyozning xeyli qizitgan optipidimi tex sammagan quloqchisini qo'lining dummis bilan orqaga surib qo'ydi. Sho'ynasi chegilmagan quloqchisining bir qo'liga yon tarafga sangilab turardi. Quloqcha orqaga surilib bo'g'icha peshonasidagi monchoqdek tarlari chegisiga do'maladi. Hashimoxon shallar to'kilib, sim bilan tortib kirmab qo'yilgan abja qorbisini bir chetdagi bo'sh yerga tortib to'xtatgandan keyin orbining choq o'qiga bog'lab esilgan xoltini yechdi. Xoltining og'zini turib ochgandan keyin eshakning oldiga qo'ydi. Boshqa hayvonlar yeb ayirib qo'ygan ham yerik, ham sarg'aygan saman eshakning burniga boshqacha buridimi, birdam hidlab turgandan keyin erinchaklik bilan yeyishga boshladi. Hashimoxon eshakning saman yeyishiga qarab biroz o'ltirib ketdi. Mahallasida etiz eriqning, tugman bozorning, mehmondorchilikning, ishqilib tirikchilikda bo'ladigan yo'lning hammasini osonlashtiradigan bu jonivori yaxshi beqish topmay o'riqlab ketgan edi. Qishdan chiqa-chiqmayla samani tugab ketdi. Hashimoxon mahallada birdam jim turmaydi. Xalqlarning qig'larini to'shib, eg'illarini quruqtab basa, ular mollar yeb ayirib qo'ygan ishini xashaklarni yig'ib qo'yib, uningga beradi. Hashimoxonmo erinmasdan ishinda xashaklarning to'pisini setki bilan tozalab etib, eshkiga beradi. Ko'zlari yoshanqirab turgan eshakning saman yeyishiga qarab o'ltirib, Hashimoxonning ichi serildi. Baran qo'g'in bilan qo'noq kirishtirilib terilgan bir mo yerdan o'sil degandek yaxshi chiqmay qoldi. Ziroat obdan o'xshagan. Qo'g'inni yaxshi parvish qilsa, qo'noq soy tashlab oldi. Soy tashlaydi ekan deb qo'noqni o'rib etkili texi bo'lmagan. Bir mo yerning oran 4dan biriga to'g'ri keladigan 4 ratli qo'noq eshakning qishliq bo'g'iz emasmi? Qo'noqning tuvini yumishtoy deb ketman solsa, mangdamda bir silingan chilonning yiltizi kesilib ketgan aran turgan. Chilonning yiltizi kesilsa, osonlik qurib qoladi. Hashimoxonning chilonlari yelimi 3-4 yildan beri birdam uchuk tikib qursa, birdam qurg'oqchilik sababidan qurib, o'rniga to'liqlab tikib avorchilik tortib kelyapti. Shundoq bo'lgan siri hamma sohaning diqqat e'tibori mushu nozik daraxtga markazlashib, qiziq nuqtaga aylandi. Shunga Hashimoxon ham osmon qarab o'sadigan qo'g'inni, ham qo'noqni, ham nozik chilonni buvoq bolani papilaganda ko'ngil qo'yib parvish qilib o'stirgan bo'lsa-mu, qo'noqning mahsuloti toza yaxshi bo'lmay qolgan edi. Hashimoxonning qo'liga qo'l, putiga put bo'ladigan vejik eshki bo'g'izga to'ymagan sabablik tez qirib ketgandek, texmi vejiklashib, tuklar ta'tir o'rilib, ko'zlar yoshanqirab turibdi. Hashimoxon xoltining atrofiga chechilgan samonlarni yig'ib, xoltiga tashlab, o'ngshab qo'ydi. Ondan joyida o'ltirib, chopinining yonchuqidan bargardini oldida yermini sundirib yeyishga boshladi. U gardini har bir tishlam chaynaganda o'riq yuzi tortishib, qo'zi lipildaydi. Optop chiqib, bir ko'zini qisib olgan edi. Qo'lidagi nonning cho'milidek bir tal uvuqi yerga tushib ketsa-mu, avoylab terivilib, to'lib o'tgandan keyin og'ziga soladi. Hashimoxonning bugungi tafovati yaxshi bo'lmasa-mu, kayfi chog' edi. U endi bozorga kirishiga Ko'ktot bozori ko'chilib bir xolti savzini ko'taramay injiqlab turgan bir mahallalik aqamso 3 yilning oldida Hashimoxonning kichik o'g'li tug'ilib, ot qo'ydigan chog'da yanchuqida bir mo'cham pul yo'q, bakla xijil bo'lgan. U dal bugünkidek seriqtal Atiyos pasli bo'g'ashqa Hashimoxon amalsiz uning bunadan qarz pul so'rab edi. Xalqlar uni vaqtida qaytarolmaydi deb cho'ylada to'xtamas bahonalarni ko'rsatib, pul o'tni berishga xorsindi. Sahrodagi yurt mahallalarda odatda bolaga ot qo'ygan imomga bira ko'nglik tambolliqroq 40-50 yuan pul qo'yib qo'ydigan qoida bor.
loyiqida qoidasini qilmasa xayrlik bo'lmaydi deydigan ko'z qarashmi bor. Amaliyotdami bir hayotlik dunyoga kelib, umid orzulari singan xayrlik ism taqdim qilinishdan iborat cho'ng ish uchun unchalik qoidasini qilmasimi bo'lmaydi-da. Oxir amal qilamagan Hoshimoxon bolaning etini bola tug'ilib 3 kungacha qo'ysa bo'laverdi degan fatvoga zo'rlab saq 3 kunni o'tkazibdi. Harika. Uyam gibi çesli ulaptı. Xo'sh, nima vajidan? Xotun yangi gente balaga at qo'yib beramdikin deb. Voy, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Jusila. Hoshimoxon dasturxon ustiga to'qoshda qizargan, yerilib, singib pishgan zog'irdan ushni qo'yib, ondan titrab turgan qo'li bilan bir qo'shnisi ayolining tug'utini ko'gili kirganda buvoqqa ko'rpilik deb qo'yib qo'ygan arzon baholiq oddiyg'in raqni nonning ustiga qo'yib bo'g'ilgan ovoz bilan: Harika. Atiyaz Seriqtal vaqtda qulan uzakrilab qoldi. Ayib ammag'ayla. Ko'ngillarni bir ilib olaman. O shundoq davatib bartamchi yosh mag'ziga do'milib tushdi. Supada tug'utliq yotgan ayoli nomus xijilchilikdan dili ezilib, ko'zlari liqqida yoshga to'lib tom tarafga qarab oldi. Sapgullar textor qilib ketmagan qormutuq yuzi o't og'andek bo'lib, olqonlar bilan chang besib oldi. Hoshimoxon ayoliga bir qarab etib, qo'lining yerilgan yerik dumbasi bilan mag'zini surtib etib, qo'l bog'lig'igacha beshini tuvan soldi. Qori imom uy ichiga sap soldi. Uyda bir dona chelak, necha yeriga chetiq maqlangan ko'ni karvot bilan kichik cho'yin qozon bor edi. To'li supurilib, yuzi titilib ketgan kigizning gulini farq qilib bo'lmaydi. To'pi o'rlab turadigan pagodin zaypurqi keladi. Qori imomning dili sho'rida qig'ondek bo'ldi. Qilgan kishining Hoshimoxon bakla tirishchan, o'mliq bol edi. Qo'li bakla qisqa turmandi. Deganlarni o'ylab soqollari yenik titradi. Ondan uch zog'irini raxtga o'rab qo'ltig'iga qisqandan keyin zo'rg'a kulimsirab bo'g'ilgan ovozda: "Ajab baland qilding bolam. Necha kunning yog'i zog'ri chiligan qaytiqish kim kelibdi o'ntim. Xejil bo'lma. Cho'kiningning ko'z yo'rg'anligini hozirgacha uqmabdiq." Deginicha uzun to'nning ichiga chaplab tikilgan yanchiqqa qo'l selib, 20 yuanlik puldan birini elib, Hoshimoxonga uzatdi. Deganda yenimda jiqroq bijim yo'qolib qoldi. Balanga barak bo'lsin. Managa hozirlam Qosim qassobdan to'ssa go'sht ichirib, sho'rib silib, cho'kiningni betalatib. Yana tug'utliq ayoldan keyin sut chiqmas bo'lib qoladi. Hoshimoxon nima deyish, nima qilishni bilolmay turib qoldi. Pul zo'rlab tutqizildi. Shundan beri Hoshimoxon qori imomning ta'masiz, oq ko'ngil, payli yumshoq kishi ekanligidan so'yinib keladi. Shunga u harvisini to'xtatib, qori imomning qo'lidagi yuklarni elib, harbiga bosgandan keyin dangi ap chiqib berib, qori imom tanlagan pulni og'ili unimay inib kelgan edi. Hoshimoxon kira izlab ochliq bozorining oldidagi tengaq uyining oldidan o'tayotganda, o'shiq puti tengilgan bir bolani opashlab, yerni so'ygidek do'ng'iyib ketayotgan bir ayol uchradi. Hoshimoxonning ayolga ish og'rib, o'dilida to'xtadi-da, uni chaqirdi. "Voy acha, nega borlar? Orolga mashina mangdigan bekatga. Ma harvida opirib qo'yaymi?" Hamaqa. Hoshimoxon bolani ayolning dumbasidan avaylab elib, harbiga o'ltirg'izib,
Albını qo'zg'itib, ayol bilan paranglashqach mangdi. Acha, bolalar ne bo'lgan? Maktabda egizgi saklaydigan bir o'yinni o'ynagicha ho'shqi chiqibdi. O'yin emas u, tantabiya dersi. Nechilik egizgi sakirdim. 95 shanta. Voy, yomon kelsan qo'y. Onaxon mendan yomon. U degan 95 ga sakirdi. Ish qilib ikkimizga hech kim yetamidi. Endi maktabga boramamsa? Anam yog'ochiga qo'ltiqda oyoq yostib bersa, beraverma. Shunda qilasa, kayningdan maktabga so'kilib yuraman men. Sen so'kildimaysa, vaqot ma'lum motor bilan og'ash ketib, og'ash kelida. Ona bola ikkalarning gap talashishi Hoshimxonning ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Ular yo'l bo'yini bekat qilib, mashinalar to'xtab olgan joyga kelganda, Hoshimxon bolani dast ko'tarib minibusga o'tirg'izdi. Ondan engishib turib, orqaga yong'ucha beshidagi quloqchisi bolaning quchqig'iga domlab tushdi. Bola quloqchini elib Hoshimxonga uzatgancha tumshqini sozdi. "Ma, quloqching sesiq puraydi-ku." Minibus ichidagilar paroqqada kulishib ketdi. Ayol bolasini yenik noqdi. "Hey bolam, unda demaydigan." Hoshimxon ochiq tarpurab ketgan quloqchisini beshiga cho'kirib kiyib olgandan keyin ildam pastga tushib ketdi. Ayol orqadan agishib tushib, xijil bo'lgandek talaffuzda uzr qo'yishga boshladi. Kichik bolaning gapiga xapomisil jimafkam. Dodisi yo'q ko'ziga qaylab sho'xroq o'ginib qolgan bolaydi. Ko'ngilini ranjitib qo'ydi. Mayli, hech gap yo'q. Kichik bola emasmi? Nech pul berma? Ota-onalarni basla acha. Ayol qo'l yog'liqqa qatma-qat o'rab chigilgan birli 10 yuanlik pulni yeshib, Hoshimxonga uzatdi. O'zlar beab qaslamsa. Voy, poch pul yo'qmi-de acha? Deganda Putinimi pochsimi shu? Bu shu Rustamdan bir pochilab ekaslavkam. Hoshimxon ayolning qo'lidan pulni elib yetib, yuragi qartdi qilib qoldi. Boshmaltoqsiz 4 barmoqqa qistirib tutilgan 10 yuanlik pul shamolda yenik tavirnib turardi. Hoshimxon pulga uzatgan qo'lini shartda tortib oldi. Ko'ngli bir qismi bo'lib, chiroyi totirib ketdi. Bo'ldi acha, bo'ldi. Bu pullarni olmay, bolalarga tuxum ichirsizlar. Voy, ukam, unda qilsir qayda o'lida? Mayanga bir qaylislar? Ayolning iltijolari havoda laylab qoldi. Hoshimxonning harvisi taroqchig'inicha bekatdan yiroqlab ketgan edi. Hoshimxon qo'lidagi nonni yeb bo'lib, quruq non maydasini yiqib qo'ygan edi. 2-3 qitim yiqiqlab olgandan keyin maydasi bo'shagandek bo'ldi. Bir ko'zini qisib qarag'inicha qaysidir bir ohangga g'ingshishga boshladi. Qori imom bilan qo'li miyib ayolning hojatini ravo qilgani uning harduqini chiqargandek bo'lgan edi. U yerga chichilgan samonlarni qayta yig'ib xoltaga tashladi. Oshqon-toshqon seriq samon eshakning ishtihosini tutib qo'ygandek, hadab tumshqi bilan samon yerga chechishga boshladi. Turibla Hoshimxonning xo'jida ochchig'i tutib, xoltini shartib tortib oldi. Buni yaratmasam, po'qniga. Bu nejis. Eshak urkib orqaga bir dojib to'xtadi. Yosh eqib chapoq qaynagan ko'zidagi muhni bayqagan Hoshimxon dili ezilib, eshikning tumshqini yenik seladi. Bu da biz kira chiqsa, biz vaqt beda olamiz. Hey bechora. O beshidagi quloqchini qo'liga ilibdi, o'rridi shamol tegib, jini rohatlanib qoldi. Peshonasidagi tarlarni surtib yetib, orqasidagi tomga yo'landi. Yo'g'on birni asnigach, oftobdan qisilgan ko'zlar bilan bozor ko'chasiga qarab yetib, bir meva-cheva harvasining oldida turib, o'ziga sapsilayotgan ikki ayolni bayqab qoldi. Qizg'uch qora sochlari do'lisiga yeyilgan, lavlari kilasda qip-qizil. Chiroyliqqina bir ayol yenidagi hamrohini no'qib turib, Hoshimxonni ko'rsatdi. Qaradash, harvikashni ko'rdingmi?
Ha, keldi. O'tganda bir jurnaldan bir hikoya o'qigandim. Sahrodagi bir Harvikashning hikoyasi. Hikoyani o'qib Harvikashga shunchalik eslashim qo'zg'algan dedigina. Ha, menmi o'qigan. Bak oq ko'ngil, mard Harvikash ekan-ku u. Hozir Harvikashni ko'rib shu hikoya yodimga kelib qoldi. O'sha Harvikash real odammidi yoki emasmidi deb o'ylab ketgandim. Bu da sahroga o'yin qo'yg'il kelib, birinchi bo'lib diqqatini tortgan Harvikashlar bo'ldi. Men o'qigan hikoyadagi Harvikashga qaysi o'xsharkan deb shundoq hisob soldim degina. Qarasam, Harvikash bizga o'xshavotdi. Vijik ishki, eski harvisi, o'sik soqollari. Ana qara. Sho'yni seytilmagan quloqchisiga. Hey, yilqi yozg'uchi mush Harvikashni yozdim-ya. Voy tangay adash. Ha, qancha bo'lsa-mu, buncha ola to'g'ri kelib qilib yurmas. Agar o'sha Harvikash shu bo'lib qolsa, qanday yaxshi bo'ladi-ya, adash. Qanday qiladi? Paranglashib material to'playdim. Suratga tortib olib, bizning yigitlardan birasiga grim qilatdim. Dilmurod sahroliklarning obrazini pek yaxshi yaratdi jumu. U Harvikashga o'xshash o'roq, ammo sal paka, lekin bo'laverdi. Harvikashning ayolining roliga sen chiqsan, buning eping bor. Shunday qilib, o'sha sahro hikoyasini ta'sirli bir film qilib ishlaymiz. Qanday? Amza, Mao Harvikash bilan bir paranglashib baqmaylimi, adash? Ya, qanday bo'ladi, adash? Nima? Yoltib qoldingmi? Bilmayman. Bo'ldi, ishkilamigina, bir sinab baqmaylimi? Mayli, operatning to'qtiliqmi? Ha, albatta to'liq. Yuramsa. Ketdik. Harvikash Abdurahmon Aziz o'g'li. Ikkinchi bo'lak, ikkinchi qism. Mayli, operatning to'qtiliqmi? Ha, albatta to'liq. Yuramsa. Ketdik. Hoshimxon o'ziga qarab o'dil kelayotgan ikki ayolni ko'rib, oldirab o'rnidan turib, quloqchisini kiydi. To'shiydigan shukungni bormidi? Opirib beray. Opirib berdigan yukimiz-ku yo'q. Ayolning birisi shundoq degach, sumkasidan spirliq apparatni ilib, Hoshimxonni suratga tortishga boshladi. Hoshimxon oldirab tenab, eshikning chuluvriga esildi. Ishingni bo'lmasa, men ketayamsa. Dedi u samon xaltasini oldirab orvisiga tashlaganicha. Hoshimxon surat tortayotgan ayolni muxbir o'xshaydi deb o'ylab qolgan edi. Tasaddibiy u ayol meni mushu sat kiyimlarim bilan gazetga yoki dashiga chiqarib qo'ysa qaytaq bo'ladi. Texi yo'q gaplarni qo'shib qo'yaveradigan hunarlarimi bor ekan bu haqda. O'tganda to'xtash so'ngashni moshunda chiroyli bir qiz bola suratga tortib ketdi. Necha kundan keyin dashiga chiqdi. Chiqibmi qayda chiqibdi demamdigan. Malimizga ko'lamlashtirib terilgan yangi sortliq moshning har mosidan paloni mingan kirim qildi deb og'ziga patmaydigan gapni qilibdi. Atsa hamma idam tilida to'xtakni. Ay so'ngash biz 5 a'zoyimiz saq shundoq ajiysin desak, moshning urug' pulni aron to'ladik. Sen biz so'ngichingni so'rab menib, ajab jiq pulga setibsina. O'yandagi boshqa bijniminimi qo'shib satqanmi yo deb sesli gapga ko'mib etishdi. To'xtakning qo'ngidan jini chiqib qoldi shu chaqda. Men undoq demagan, u gapni qo'shib qo'yapti degan edi tatirib. Endi ma ikkining meni suratga tortib qayta qiladigan ha? Hoshimxon eshikni yetilab mangdi. Ikki ayol ozroq pichirlashib olgandan keyin Hoshimxonni qayta chaqirib oldi. Ustam, biz kira qilatdik. Ha? O't. Nim vatda to'shaydigan? Biz o'zimiz chiqamiz. Sili? Idamni gap silishmisli unda. Gap qilsalmidik? Yoziq kinoxonaning oldiga opirib qo'ysizlar? Kinoxonaga yiroq emas. Men cho'ng yo'lni bo'ylab o'dilmansangmi bo'ladi-ku. Bek izlab ketdik, ustam. Unda qilmay opirib qo'ying. Sili bu harvaga chiqsanglar, toza yarashmasmiki? Hech nima bo'lmaydi, ustam. Taksi bo'lmagandan keyin amal yo'q-da. Emisa, mav qopni tegilariga sep beray. Hoshimxon jiddiylashib qopni arvaga soldi-da, choponini silib arvaga yoydi. Ondan xijillik aralash kulimsiradi. Chiqsizlar. Ikkoy beraylar. Nima? Ishki qo'y?
xizmat ko'rsanglar ozroq bersanglarmi mayli. Yo'q, yo'qay. Qimmat ko'midoq, bek azan chikansiz. Ishga qo'yg'in nima keladi hozir? Shu emasmi? Tama ko'l bo'la. Midilab tursak bir gap bo'la ish qilib. Chiqishsizlar. Qaradash, qilgan gapining o'ramidan heliqi qayt Karvikeshning suratlashiga o'xshab qelyapti desa. Qosfirim muxbirmi? Yo'qay, men teatr grimchisi. Dedi ayol apparatini Hoshimxonga to'g'rilab. Hoshimxon yaltidi boshqa yoqqa qarab oldi. Mao do'stim kino teatr yazdi, rol oldi, naqshim o'qiydi. Tova. Mushunda chiroylik kelishgan ayollar nima deb bu eski harvaga o'ltirib qog'iz kelgandi. Hozirgi dashida dehqon kiyimi kiygan artistlar chiqadigan kinolar chiqyapti. Bularni ishingda kino ishlanadigan deya. Hoshimxon atrofdagi hayronlik bilan qarashib qolgan xalqlardan qo'ringandek bo'lib qo'lni qovushtirib oldi. Ondan ostog'ini burilib ayollarga qaradi. U televizorlarda chiqadigan artistlarni o'z ko'zi bilan ko'rib beqishni bakma orzu qiladi. Tex xo'shliq tutib ketganda beshig'i sarpush tumoqni kiyilib, tarig'ini o'yli ichida u yoqdan bu yoqqa eshigini choptirib, televizorda o'g'it tonishtiradigan bir artistni do'rab bersa, bolalar kulib, teliqib ketadi. Hoshimxon bir naqshchi ayolning naqshini bakli yoqtirib tashlaydi. Televizorda shu naqshchi ayol naqsh etib qolsa, o'zi ishlayotgan uyning egisi oldirasimi, kari yo'q, qopmay o'ltirib to'liq ko'radi. Texi oldingi bozor kuni kirakashlik qilib topgan puldan 5 yuanga yiliq naqshchi ayolning naqshlari ilingan DVD diskisidan birini olgan edi. Uyda televizor bo'lmasa-mu, keyin televizor olganda ko'raman deb shunday qilgan edi u. Agar yiliq naqshchi shu bo'lib qolsa, pul olmay olib qo'yay deganlarni niyat qildi Hoshimxon. Hoshimxon xiyol bilan mengib turbi yo'lini remont qilish uchun yo'lni o'yib, to'pi dovlab qo'ygan joyga kelganda orvini to'xtatdi. Asta, cho'ng yo'l bilan kelsak bo'ladi-ku. Ma yo'lni buzib etibdi emasmi? Xapamay tushib turishsizlar, orvini o'tkazib olay. Ayollar bir-birlab orvidan tushishga boshladi. Apparat ko'targan ayol deb nozuk ovoz bilan dekkidi yerga tushdi. Kutilmaganda qo'lidagi apparat chachirab chiqib, yo'lning chetidagi turba tonorining girvikiga charasida tushib ketdi. Ayol voyjon deganicha yugurib berib apparatni qo'lga oldi. Voy esit, apparatim! Nim bo'ldi adash? Qarab baqina saqmikan? Echilmayotdi. Nima deydigan sen? Batareyasiga bir qarab baqina. Hammasi joyida bo'lmasa, Abla, mavishni ko'ring. Ular jiddiylashib, apparat bilan apalashib, qo'ldan qo'lga erishdi. Ondan yeliq ayolning bir Hoshimxon g'azablik tikildi. Ay qalanda, bizni qanday yo'l bilan ekelding? Hoshimxon tuyuqsiz sog'an tildan og'zi gap kelmay kegashladi. Cho'ng yo'l bak besiq deb Ma apparat buzibdi, qanday qilmayamdi? O'xshalmasmi? O'xshalmasmi deydi ham apistliq. Sening o ajja qarvang emas bu, simni chirmab qo'yish bo'laverdigan. Yaponning Sony marksisi bilamding sen to'mpay. Qo'liga ilib ko'simi pul bu. Astag'firullah. Astag'firullah, bir nim kelamdi hozir. Qanday qilma emsa? O'zi sababchi bo'lganki to'la. Silimi chingroq tutmaganmidlar xini. Qaramani gapini, mushundoq yo'l bilanmi mengamdi, ha? Buni to'la endi. Bu muscha sot qays qilma. Nech pullik bijimi bu xina? Nech pullik deydi yana. Buning bahasini olsang, o eshikning daldisiga o'tib olsan. Remontni qilib 1 ming koy ketadigan narsa bu. Hoshimxonning chulvur tutgan qo'llari bo'shishib ketdi.
tex boyli ko'ngli xiyollarga asir bo'lgan kayfiyati biroqli tunjiq. Futlar mag'dur sizlanib, pochoqlar titrashga boshladi. Quloqchisining jiyigidan oqqan tarlari yeniga eqib, beorom qilishga boshladi. Xinam. Arsal deb mushundoq menib qopdiq endi. Bo'lsa bi Nima? 5000 ko'ylik apparat buzilsa bo'lsa bi deb tugatkil bulamda. Yanshida qonunlab Qur'onni ko'rganmi? Ikki ayolning Oshmaxonni o'ttirib elib toptani qilishayotganini ko'rgan bozorchilar u yer yig'ilishga boshladi. Xalqlardan nomus qilgan Oshmaxon yerdan cho'lvorni elib, eshikini chatdagi stolbiga bog'lab bo'lib ayollarga qaradi. Bo'labdi. To'lasam to'lay. Gavg'a chiqamizlar. Sat turdi. Oshmaxon mo'kkaygan gavdasini oldiga tashlab, eg'ir qadamlar bilan uloq bozoriga qarab mangdi. Ayollarning birisi uning hayba qilib, G'ippi qachma deb xavxiyol qilma. Apparatning ichida bayam tatgan so'rting bajimi, saqchixonga kirsam asali tepib olma. Xotirjam bo'slar xinam. Men undaq namard o'g'a bola emas. Hargiz qochib ketmayman. Alloh hazal yarim soatcha vaqt o'tganda Oshmaxon bo'yi egiz, o'riq, chiroyi qotironqur, soldurgan tishlari ko'kirib ketgan bedikni boshlab keldi. Mo'shishakma. Ha. Bedik qo'lidagi tugayli deb qolgan tamokisini tashlab etib, sarg'ayib ketgan barmoqlaridan qos chiqarganicha eshakka yaqinlab keldi. Bedikning hamma yerdan qonsiq tamoki isi, tar, qig' to'zindilarining puruqi kelib turadi. Ikki ayol chiroylarini purishtirib qo'yishdi. Bedik eshakning og'zini yerib, ichib tishlarini ko'rdi. U yoq bu yoqqa yetiladi. Quyruqini ko'tarib ko'tiga shapaloqladi. Cho'rgilab yurib bir hazo ditlagandan keyin Oshmaxonga qarab so'radi. Necha xajlaydi ekansizlar? 20,000 ko'y berala. Manga va 20,000 ko'yga og'moqdek o'ynaqshaydigan taqay berdi. Bu qiyar eshakni to'ng'iltish isklatining kelganlarmi tasdolida. 700 ko'y mijozing qayda? Az so'rab qoldilar aka. Bo'labdi. Atayin qichqig'ili bag'ning uchun 20 ko'y qo'shib qo'yay. Gap 10-20 ko'yda emas aka. Mana 10-20 ko'yni yaratmaydi ekan texa. Bo'labdi. 750 bo'lsa kam bo'la. Qaylislar aka. Menga jiddiy pul lozim bo'lmasa sotmaydim. Chiq talashmayli. 1000 ko'y berib haydisizlar. Yo'q, menga olmayman. 750 dan ortiq beramayman. Bedik qo'llarini qiqishtirib mengavidi, Oshmaxon yolvorishga boshladi. Aka, boshqa kun tushganda azon so'ramay to'siq pul bersizlar. Bozorning ahvoli bo'sh tursa qayda qilaman? Basang ayna, bo'lmasin mayli. Amalsiz qolgan Oshmaxon levini tishlab turib bo'sh ovozda aytdi. Bo'libdi. Asla. Bedik yaltoyxonda qiyofatda orqaga dojib eshakni yana bir hazo ko'zatdi. Sag'risini silab, quyruqini to'lg'ab, ko'tiga shaploqlab qo'ydi. Ondan sarg'aygan barmoqlarini tiliq takkizib, namdigandan keyin pul sanag'ach o'dirab qo'ydi. Asli ammaytdim, jiddiy pul lozim bo'lib qoldi deb qoldim. Bo'labdi, savob bo'la. Oshmaxon pulni elib eshakni orvidan chiqardi. Atrofida mushku o'yin, chashqonga qiyin qilib tomosha ko'rayotgan xalqlardan izo totgandek bo'yni bog'on sir qisqirib, choponning yoqsiga kirib ketdi. Ishki dug'risi qisilib, gavdasi oldiga mukchaydi. U bedik yetilib maqan eshikning orqasidan qarab, yuragi og'rigandek bo'ldi. Orqasidan qiymagandek bir hazo qarab turgandan keyin bedikni chaqirdi. Aka, to'xtab tursizlar. Bedik to'xtadi. Oshmaxon harviga selingan choponning yonchug'idan
yerim yelgan gardini ilib eshkining yeniga oldi. Mani yig'asun degandi. O gardini olqinida qo'yib eshakka tanglab edi. Eshak birli yalmab chaynashga boshladi. Bedik Hoshimoxonga hayron bo'lib qarab, "Sarami nima bu?" deb o'dirab qo'yib eshakka baqirdi. Bu beqish topmagan qota. Hoshimoxon ayollarning yeniga kelib pulni heliq ayolga tangladi. Ma pulni sanab baqsizlar. Ayol pulni yo'lg'onlik berib Hoshimoxonga olaydi. Bu aparatni Urumchikka dabizadil o'xshaydi. Urumchik bog' uchun nemishil tamamdi. Nisbasqo. 750 qo'ygan-ku. O'zda ko'dlar xina. Hammani badam ayna. Yetib qola. Hoshimoxon o'doshgan xalqlarning yenidan tezroq ketishga oldirab turadi. Ayolning birining bo'yniga esilgan telefoni tranqib qoldi. Ayol telefonini elib qarab, yenidikisiga aytdi. Ömek başlıqı nemişki kep bolamayızlar, oyunu başlayımız deb uçuruyuzdu adaş. Ama sen mailimikin adaş. Bu oğurdun ya bir nime çıkmaydı iken. Qara öppigen. Nimdep mi çıqqan boğuydun bu nes basqan arvağa? Şuңumucu çapını tızdan aşmay bir koy iki koyda yük toşup can beqışqa qalğan haq bu. Yürü adaş, keteyli. Ayollar oduldaşqancha yiroqlashdi. Hoshimoxon ostog'ini orvisining sho'tisiga kirib, ikki yonni ikki qo'lida chang tutib so'rashga boshladi. Til ohona tor keldimi yoki sho'ti ig'irmi? Orvini tasda o'rnidan qo'zg'adi. Orvining shollari burunqidek taroqlashga boshladi. Ilsit. Uning to'pichangdan og'argan yuzi totirib ketgan edi. Ikki tomchi yosh domlig'ancha mangzida to'xtab qoldi.